Sushi. Sushi. Voy maza. Un solamiz. Qabartma. Sloyka yo'q, muzdek holatda qirg'ichdan chiqarib olamiz. Tuxumni sariqni solamiz. Qaymoq. Smetana solamiz. Qo'limiz yordamida yumshoq xamir qilib olamiz. Yog'lari erib ketmasligi kerak. Ikkinchi tomoniga un sepamiz yaxshilab. Yopishib qolmaslikni ta'minlab beradi. Katalkaga kelib. Razmerlarni to'g'rilab olishimizga taklaymiz endi. Ikki marta taxlab oldik. 100 grammdan qilib bo'lib olishimiz kerak. Gramdan kesib oldik. Biz endi gilos, shakar solamiz, rahmat solamiz. Yaxshilab aralashtiramiz. Tagini yoqib olganmiz. O'rtaloq. Yo'q bo'lguncha qaynatib olishimiz kerak. Yumaloqli yoyib olishimiz kerak. Metga qilib olamiz. Teng oltiga bo'lib olishimiz kerak. Gilosli nachinkamizni solamiz. Taklash jarayoni. Pechkaga joylaymiz. 200 gradusda 20 minut davomida pishirib olamiz. Pishib chiqdi. Endi buni ustiga saxna pudra sepamiz. Bismillah. Albatta tayyorlab qo'ydim.